Men bu resimimni bu yer chaplash orqali, resimimning bu yer chiqish orqali men boshqalarga tonilgan, boshqalarga ishonch tuyg'usi bergan odam emas. Biz necha vaqtimiz qilgan ishimiz, qilayotgan ishimiz, tutgan yo'limiz, mijozimiz o'zimizga xos bo'lgan mijoz xarakterimiz orqali boshqalarning yoqtirishiga, ishonchiga erishgan edim. Amaliyotda miyaga chiqqanning o'zi buning vazni bek ig'ir. Chikital gulning dehqon bilan munosabati bor. Dehqon bilan yoki guli bilan yoki yemeklik bilan hech chiqqanda bir munosabati yo'q. So'lnimo 5 ga 6 ga olib ishlayotimiz. Ma'na hamda eng qiziq tug'ayra meni fikrim ko'y. Pasetlish basamiyat oshkorlab tay. Chikital gula o'zanglar mushundan tutib chiqishi. Tan narxini bir hisoblab baqsanglar bo'ladi. Ma potilka nech pulga putidi, ma qog'ozni, ma o'ralmani, ma nech pulga putidi, ma chikital gulining o'zini Fishmoçandan hisoblab qo'ysak 6 moçan bo'ldi. Ma nech pul oldi, ma ichidagi suvlar bilan nech pul oldi, buning tutib chiqish tanlarga nech pul oldi. Lekin ma'ning ta'mida o bu bekjiq o'zgarish yo'q. Ammo boshqa gap kelsak, ma'ning keyinda bekjiq mas'uliyat bor. Buning hamda shu sifat deymiz, ta'minlash deymiz. Agar shu hamda ig'izdan chirdigan narsa, ma'ning hamda butun ishlab chiqarishdagi alqilgan men bilan shu hamkorlashgan bolalar mas'ul. Ammo shunda bo'lgan sharoit ostidami tor dunyosida bo'layotgan, tor dunyosi bo'layotgan jidallarning, xafalıqlarning, qon ko'chilashlarning, tatilashlarning, yo'q yerdan putaqtirib ishning, yo'q yerdan tukundirib boshqalarning so'zlab, boshqalarni qaralab, tüp biz ketib qolgan odamdan mallaqat tushirib qolganini ko'ratimiz, bilayotimiz, anglatimiz, nurg'un yolg'onchilikning, saxtapazlikni ko'ratimiz o'z ko'zimiz bilan. Hatto shuni bilib turib so'zlashdimmi, erinayotimiz. Bo'ldilar, nemish qilsina deb o'zimizning ishini qilyapmiz. Shunda sharoit ostida bu resimning bu yerga chiqib qilishi meni yoki palonchining ko'tagini yoki pistonchining meni ko'tarib bu yerga chiqib qo'ygan emas. Bu bek xo'shalolab ketgandek ish emas. Agarda shunga bir ishilab qolib qolsa adash, abiyam men degandek birinchi pay to'qmoq menga tegadi. Buni yozigan men bilan yoki bilan hamkorlashgan odamni ma filmda hech qasonlik ko'rmadinglar. Sizlar menga ishongan odam, meni tonigan odam, meni deb qiladi bu sodini. Mo'shu bilolmaydi debdikan, mo'sh bola muyda deb so'zlab chiqibdikan, deb men bilan qiladi ma sodini. Men bilan qilgan ekan, bu birinchi pay to'qmoq. Agar ma'maldan chataq chiqsa, mengalam tegida. Tangda sen debdikansan, sen mi yolg'onchi, sen mi zaqtpaz deb, eliqib bir tal suyimizni ichib baqmagan odamni chiqiblam, shuni chiqib so'zlayjim ha. Ishchi odamning qari yo'q. İşçip ma bo'lmaydi ekan, bu da ichmaydi, do'ylik pul xejigini, bir ko'p pul xejmagan odamni chiqib so'zlab ketadi. Buni qanday qilish kerak? Chuqum sifatda yaxshi bo'lish kerak. Sifat, ishonch, sifat yaxshi bo'lganda andin ishonch bo'ladi. Ishonch bo'lgan vaqtida foyda, manfaat izchil davomlashadi. Ba'zi bir tijoratchilar vayron bo'lib ketishi, ba'zi bir oshxonalar taqilib qilishi, ba'zi bir oshxonaning ichilib bir oy bo'lib bo'lmaylam vayron bo'lib dod etishini o'zidan ko'rmaydi. Men mandalam desem ben onda oshxona ichib baqmagan, lekin ochmagan bilan men obdan bilalayman shuni qanday qilayotganini, qanday bo'layotganini. Nemishqa sho'lning mol, sifat, ba'zi bir material bizga ta'minlayotgan, bizning ig'izimizga chirayotgan bir narsalar sifatlik, yaxshi, rohatlik, huzurlik. Biz yesak yana bir qata yeylamishni, yana bir qata ishchilar diyaligidek darajada qilinmagan ekan, chiqqaydilam desmay qaltak chiqadi. Mana men yazsam o'zimmi yasa olayman. Shunami adash? Özümüz mü kılalayımız? Çünkü ma'ning ma ahli emas. Ma bo'lib ma suning. Ma ichimlikning 5-6 yildan bunu bir birodarimiz 5 gram Marksda bir jutning Marksda qilyapti-da. Shunda terishdi ash balama. Terishyapti deylanmi? Bir jutning Marksda 5 gram Marksda qilyapti-da, buni ham 2 tal guli bor, dehqon bilan munosabatlik. Ash balam o'sha ishni herhalde tushunadi deb men billa hamkorlashaylar, billa qilaylar, ma pul tang topaylar. Sizlarga bo'lsin, sizlar obraz vakili bo'lib turanglar, tashviqotga mas'ul bo'lib turanglar deganlik uchun qilyapmiz. Mana mas'ul ko'rib turgandek, Qashqarda hozir bizda qo'limizda naq mol yo'q, yetishmadi-da. Yaqinlarimizga beraylik desakmi naq mol yo'q. Demak, hamda iliqi ma resmimni miyada ko'rib, boshqalarning kichikgina uchimizni yangroq kiyimni ko'rsa yoki 5-10 ko topqinimizni ko'z biyaram bo'lib tatlab baqadigan, ko'chlab baqadigan, so'kab baqadiganlar bek aldirab iliqa hayajonlanib ketmanglar, kulib ketmanglar. Bu hamma ishning oqibatida nurg'un mas'uliyat deydigan bir narsa bor. Shunga sizlarni biyaram qilib qo'ygan bo'lsam, biyaram yadringlar besish uchun yanalam mushni ishchanglar ko'zimdan chiqaylab turib biyaram yadringlar besildi. Hada